Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozu Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 2. ayının 1. günü vatandaşa. Bugün Perşembe, haftaki Perşembe. Haftaki Perşembe. Küçük kaldım keçiren vatandaşlar. Bugün sizlerge sözlediğim vaziyetimiz demeyeceğiz. Hem leksiya değil, hem vaziyetimiz değil. Vatandaş. Tünügüllerden sizlerge sözlüdük. Irak'tan aytqanda diye vaqtda 3 gün, 4 gün işidi bulup atqayışlar vatandaş. Bugün avval şunu aytıydı, Amerika avazının Xitay programımızda bir gün içinde 4 parça haber digidek, Uygurlarga münasebetlik 4 parça haber e'lon qilindi. Bunun nima ish deb savol qo'yamiz, hurmatli vatandaş. Undan keyin 27-26 günü Devlet Bexatarligi masalasi Jack Sullivan'ning Bangkokda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan jiddiy holatda ko'rishganligi va undan kaynidilla vaziyatning jiddiylashib ketganligi hammaga ayon bo'ldi vatandaşlar. Masalan, Tayvan bo'g'ozining vaziyati jiddiylashdi. Ondan hozir Tayvandagi yana bir o'zgarish. Mesela prezident sayılımında Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi g'alaba qildi. Biroq parlament, yani qonun chiqarish komitetini saylashda hozir Kuomintangning a'zosi Hangoyi. Ayni chog'da prezident sayyomi bilan saylanma tushganda yengilib qolgan odam. Bu qatim endi prezident Lai Ching'di rehberligideki parlament yoki qonun chiqarish komitetining raisi bulup saylanıptı Tayvanda vatandaş. Bu kishi Xitoyparast, yani kommunistparast Xitoy Kuomintangining a'zosi. Men boshda aytyapman, Kompartiya deganing kim, Kuomintang deganing kim? Hammasi o'xshashlar. Xitoyning siyosiy partiyalari vatandaşım. Hozir Lai Ching'di g'alaba qildi deb tantana qilayotganda endi bu jungoparast yoki kommunistparast Hangoyi degan odamning qonun chiqarish komiteti rais bo'lishi, parlament komitet boshlig'i bo'lishi bu ajablanarli. Ondan hozir ba'zi tor betlarda mushriq Tayvan bo'g'ozida urush, portlash arpisa turibdi deydi. Endi buning rosa qanchalik ya mubolag'imi va yoki amaliy ahvolmi atogin ko'ramiz. Uning ustiga Davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan tunugun so'zlagan so'zida bir kunda 2 qatim jiddiyligini men sizlarga aytdim. Har 2 qatimda prezident Joe Bidenning rais Xi Jinping bilan jiddiy ko'rishishini talab qildi, ham iltimos talab qildi va shunday taqozo qildi vatandaş. Uning ustiga hozir bugunlardan anglasak hozir xabarlarda yazma xabar ekanmidi, to'rbet xabarlarmi, video film xabarlarda hozir Markaziy komitet rais Xi Jinping siyosiy byuroning jiddiy yig'inini chaqiribdi. Bu jiddiy yig'inni chaqirib iqtisod masalasini eg'izga olmabdi vatandaş. Bundan qaraganda hozir Jungoda jiddiy masala iqtisod tursa, yani iqtisod masalasi eg'izga olmag'ini bu qiziq bir gap. Bu o'ylanish tegishli bir ish vatandaş. Endi vaziyat shundoq, biz oxir nima dedik? Masalan, 30 kuni Davlat Majlisi Avam palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetining raisi Gallagher chaqirgan guvohlik bilishig'ini bu yig'in qatnashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nafar sobiq amaldori. Biri sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, yana biri sobiq davlat mudofaa ministri Leon Panetta. Bular guvohlikdan o'tdi. Masalan, alayli sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo
Xitoy hukumatining Amerika jamiyatiga singib kirayotganligini, masalan, yerlik hukumatlar, hokimiyatlar singib kelayotganligini, parlamentlarga singib kirayotganligini, har qanday maydonda kishilar yaxshi ko'radigan narsani ko'tarib paydo bo'layotganligini Muşlarını sözlep etti. Endi bugün kunda tüzgün bugün sizlerge tayyorlagan xabarda mavzumunda nima deysiniz? Amerika Jungo hakkerlarining hujumini tarmar qilib, qatmal torbat a'zolariga ogohlantirish berdi. Jungo agar hakkerlar orqali asosiy aslahalarga hujum qiladigan, buning urush e'lon qilganlik deb qaraladi. Mavzuli xabar 2-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Federal tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray bu qatam guvohlikdan o'tgan vaqtida hozir Xitoy hakkerlarining Amerikada asosiy qurilishga bo'libmi buning ichida elektr stansiyasi yo'llari tok bilan ta'minlash, yana birisi yiqilg'i energiya sohasi. Masalan, suv inshoot deganda elektrobidan keladigan suv eqim masalalari. Mushundaq nozik joylarga Xitoyning hakkerlari hujum qilish tayyorni bu joylarni nishonga olgan gap. Christopher Wrayning aytishicha shundaq deyildiki, bu ish hozir Jungo Kompartiyasi favqulodda bir vaqtga favqulodda bir vaqt ichi kirib kelganda Amerika jamiyatini qalaymagan qilishni o'ylashyapti dedi. Ondan keyin davlat majlisining mushu komitetga a'zo, masalan, Gallagher komitetiga, favqulodda komitetiga a'zo bo'lgan Demokratlar partiyasidan bir Hindistonlik, ismini unutib qoldim, kechiringlar vatandosh. Ismini unutib qoldim deyman, endi qanday qilaman buni vatandosh? Ama uzun ismi bu adam iken bu. Karishima. Mensubi Krishna Marte, kechiringlar. Krishna Marte shundaq dedi. Agar Jungo Kompartiyasi hakkerlar orqali Amerikada asosiy qurilish aslahalariga hujum qiladigan bo'lsa, biz bu harakatni harbiy harakat deb qaraymiz dedi. Chaqchaq emas vatandoshim. Biz bu harakatni harbiy harakat deb qaraymiz yoki harbiy harakat qildi deb javob qaytaramiz degan ma'noda vatandosh. Shundaq dedi. Hozir Christopher Wray shundaq doklad verdi. Bu ciddi endi oldi bilan Mike Pompeo'lar doklad berib qo'ygan kundimi yoki shuning keyinli ulab kelindi vatandosh. Ham bu keyinli ulab kelindi. Mushu voqealarga selishtirgan vaqtida hozir Jungoning ichki vaziyatiga nima o'zgarish masalan Markaziy komitetning yig'inining ochilishi. Endi Paychek bozoridan aytganda hozir bugun suv shavxoning so'zini aytsak o'zal kasal gumron. Hozir mazg'abga aylandi Jungoda Paychek bozori deyildi vatandoshim. Ening oxirida nima gaplar bo'ldi? Mana bunday gaplar bo'ldi. Masalan deymiz, pulga qaraydigan yillar. Ya bu emaskan, to'xtab turinglar, ha? Federal tekshirish. Masalan, Jack Sullivan, Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bugunlarda so'zlagan so'zi Tayvan bo'g'isi intayin xatarli krizis ichida deb ko'rsatdi. Xi Jinping yana bir qatam umumiyuzlik tozalash qildi. Partiya ishini, armiya ishini, jamiyatni hozir umumiyuzlik tozalash qildi. Bunda ehtimollik, ikki xil ehtimollik biri. Jungo Kompartiyasining hokimiyat tizimini saqlab qolish uchun balki shuningga munosabatli holda har qanday o'zgarishning, ichki o'zgarishning oldini olish uchun ikkinchi ma'nosi, cho'ngroq ma'nosi balki urushga tayyorlik qilishdan avval ichki tozalash, elib berish deydigan bu an'anaviy ko'z qarash bo'yicha rais Xi Jinping balki tozalash elib berayotgan bo'lishi mumkin. Ondan Jungoda Paychek bugun
tutildi, mazgap qaylan. Elə çekindi, pul ilə qutuldurmaz. Pul berib, yardım qilib qutuldurmaz. O qilimiz, bu qilimiz deganlar turgan dedik qo'y. Mesela 2 trilyon yuan azı soğuk düşkendekli yo'qolab ketdi. Ekranda, muşunun ekranda nima deydi? Jungo'nun 39 tane aeroplani va harbiy parxodlari Tayvan atrofida parakandichilik qildi. Jungo har xil xiristlarni ishga solishga boshladi Tayvanga qarshi. Bu yerga jiddiylik nima deysiz, vatandoshimiz birinchi oy Prezident saylanib bo'ldi, 5-oy prezident vazifaga o'ltirdi. Mushu oraliqdagi boshliq balki Jungo nima uchun oldirtiyotdi, nima uchun Jungo qo'rqitiyotdi, nimadan ansirayotdi Jungo? Shuni hozir jiddiylashib qoldi. Jungo jiddiylashib qoldi vatandosh. Hozir neydi? Jungo'ning xiristlarni ishga soldi. Jungo har xil xiristlarni ishga soldi. Aqsaray Jungo'ga ogohlantirishmadi. Yani ig'vogarchilik qiladigan bo'lsang, qilaveradigan bo'lsang, zarba yeysan dedi Aqsaray. Xi Jinping hozir intayin xatarlik ahvolga tushib qoldi. Bu nima? Pulga qaraydigan yillarni torbeti vatandoshim. Endilikda bir odam hukmronligi taximi zo'r g'oljirlikqa yetib keldi deymiz. Siyasi büro keskin bir signal tarqatdi. Hech kim uni to'sib qola olmaydi. Bu Runyanning nazari 2-oyning 1-kuni. Siyasi büroning mushur tarqatdi, hozir keldi ko'ramiz deb kechiringlar. Endi yana birisi biz rastilla shu kunni kutib turdikmi? Masalan, Kompartiya halok bo'ladigan, Kompartiya rejimi va diktatorisi gumron bo'ladigan mushundaq bir kunning kelishini Jungo'liklar rastilla kutib turganmi deydi. Deb bo'lib keyinda Runyanning nazarida endi undoq bo'lsa o payt keldi, o vaqt keldi deydi. Zo'r ish, zo'r vaqa bir necha kun ichida o'xshashla portlaydi. Bunun nimaga asoslanadi Runyan efendi buni bilgili olmadi. Yosh bola ekan, aytgan Tayvanga borganlar qatardi, buvim borgan Tayvanga. Tayvandan saylanmoqda bo'lgan vaqtda Jungo demokratlar keldi bu yerga, bu ajoyib bir ish bo'ldi-ku dedim-ku. Shu vaqtda Runyan shuning ichida bor edi. Hozir Runyan shundaq debdi, biz kutgan kun keldi. Mushu oldimizdagi bir necha kun ichida o'xshashla portlaydigan vaziyat bor Jungoda deydi. Bu vaziyat ezelden ko'rilib bakmagan vaziyat. Yani Jungo tuprog'ida hükümetke qarshi namoyish va inqilob deyilganlar va yoki madaniyat inqilobi deganlarni o'zigacha hammasini qarasangiz, lekin bu vaziyatning bu holatida Jungoda bir holat burun tarixda bo'lib boqqan emas. Deydi Runyanning nazari. Buni aytgan o'tgan sizlarga biz nima degan to'q vatandoshim? 2-oy 9-kuni Chag'an bayrami. Muşu bayramdan aldı keynede Jungo'da intayin zor özgürüş. Ya ki intayin zor vaka 101'i digeni de. Hazırsı sen iştirip görüyorum. Ben başta ettim. Amerika Vazık Title programımız bugün bir gün içinde 4 parça makale. Ya ki 4 parça haber ilan kıldıysa Uygur diyen isimli münasebetli kaldı. Bu bir mucize vatandaş. Bu bir mucize. Demek vaziyeti küzütüp durun, vaziyetini küzütüp durun. Tünükün Dini İşler Komiteti halkara. Onun da Uygurların siması göründü, çırayı göründü. Hatta vekille oturuğu çıkıp sözlügen buldu vatandaşım. Mesela 1 ayının 21 mi, 22. gün 4 nefer senatorunun yazgan xeti. Mesela Devlet İşler Katibi Antony Blinken'e yazgan xeti vatandaşım. Bu kadın Uygurlar meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın fevkalade yığını yaka 4 yılda bir katım çakırıldığı yığınıga oturup koyuşunu talep kıldı. Bu yığın ait katta açıldı. Ben etraflık toxtalanmadım bununla. Sebebi aralıkta bunu tayyorlayotgan vaqtimda başka vaziyat doğru kelib qolib bunu besib ketdi degandek. Shuning bilan men bu to'g'rida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qarallik yig'inida to'g'risi to'xtalanmadim etrafliq. Biroq keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq favqulodda elchisi
Michel Taylor hanımla oturdu 8 nokta. Muşu 8 nokta dedik, təhlil qılğanda bunu yani ayrım söz deyilmişsək, vətəndaş, vaxt deyər bəsun bizə. Bu 8 noktamış neçə zamandan beri Amerika Qoşmuş Ştatları bilen cüngül oturup ötküzülgen kişilik hukuk söhbettir oturup koyulup kilovatkan mesele bu deyilip. Endi xulasla bu kıtım Michel Taylor hanım oturup koydu. Umumlaştığında vətəndaşım bu vəziyyətin bu derecede kilişi acayip gap. Endi şuna dikkat kılın ki hazır sabık devlet şirkatı Mike Pompeo guahlıqdan ötkende Amerika Qoşmuş Ştatlarının chet elde nimelerini kılıvatqanlığı doğrusu mu? O siyaset Amerika'nın özünün siyasi Amerika az növbetlik Amerika hükümeti yüzü söz değil. Bana bugün sözlepti. Bugün Jack Sullivan az Kaliforniyaya verip Kaliforniyada bir hatıra murasimidek bir jiganga qatnışıp üç meselege cevap verdi bunun içinde. Biri şark baş kötedi, garp çöktü. Yani biri bir jel, iki jel içinde Cungo'nun iktisadı Amerika'nın iktisadıdan ötüp gidiyor. Besip ötüp gidiyor. Muşundak mezmundaki Cungolukla üzü degen sözlerge hiç kaçan cevap verip bakmayan Jack Sullivan devlet bir xatarlık məsləhətçisi bu qıtım Cungolukla etkan sözge bir cevap verip de vətəndaşım. En ahırkı bir cümle kişini heyran kaldırdı. Ben oturup gittim, mənisini düşüney dedim, düşen günün bu sizge ötüpürey ki vətəndaşım, tahminen verdi sizcuma. Hazır Cungo hem tallaşqa duş geldi. Amerika hem tallaşqa duş geldi. Ben işinimen ki Amerika bu tallaştan, bu imtihandı bu sınaqdan ötüp gitaleydi. Cungo tallaşqa duş geldi. Cungo bu tallaştan, bu sınaqdan ötüp gitalemdi. Ben ötüp gitişiği tilektaşmen. Yani şuna oldu ki cümlede devletten bu vətəndaş. Siz bilen menemezde var. Kopapla tılışıdık. Bu devlette bu. Amerika çok devlette bu. Ahlakı var da yüzü çeklep durun da Amerika'daki. Lakin ahırkı iki cümle. Bugün ben size tahminen ben size yetkizdim. Allah halıysa ertesi gün körüp kalırsınız bu geplerin mənisini tallaşıdınız. Lakin bir yerde uçuğluk ne deseniz onda Cungo Amerika'da ütüp gidiyordu. Cungo'nun iktisat sahası mundak. Cungo'nun harbiy gücü mundak. Amerika hazır zayıfleşti. Amerika hazır çöküşke başıldı. Cungo güllünüşke başıldı. Öyle kadar hani garp çöktü, şark götürüldü. Muş geplerin hemmisine bu kıtım Aksaray devlet bexatarligi məsləhətçisi bir cevap vergen gep etenler. Ben bunun hem hayran kaldım vətəndaşa. Andan tünügen sizlerge sözlüdük, leksiyada muhakeme etdik. Bir gün içinde devlet bexatarligi məsləhətçisi Jack Sullivan iki katım sözledi. Nimi ciddilik dedik. Hem şu iki katım sözlediğin sözün içinde Prezident Joe Biden nayeti ciddi. Ciddi halda ciddi halda Cungo'nun reisi Xi Jinping bilen tılpın söhbet edip verişi lazım. Bana bugün 2 gün oldu. Tünü gün bile inşallah bugün 2 gün oldu. Yani hani aldığımızdaki vaziyet kandak yüz oluyordu. Kandak geliyordu. Bunun karayımız. Vatandaşlar.